Balalarning qarindoshlari va ota-onasi bilan bir yotqanda yetishining hukmi. Savol: Assalomu alaykum ustoz. Shariatda bir uydagi qiz-o'g'il qon qarindoshlarning qancha yoshgacha bir yotoq uyda bir yerda yetishiga ruxsat bor? Yotoq uyini cho'qim ayirish kerakmi? Sharoit yer bermasa qanday qilish kerak? Bala qancha yoshgacha dadasi yoki onasi bilan quchoqlashib uxlasa bo'ladi? Kunlik hayotda ota-onasini quchoqlab so'ysa bo'lamdi? Qiz balaning balog'atga yetgandan keyin dadaning oldida diqqat qilishga tegishli ishlar qaysilar? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam balalaringlarni 7 yoshga kirganda namoz o'qishga buyuringlar. 10 yoshga kirganda namoz o'qig'ili unmasa uringlar va ularning yotadigan o'rnini ayirib etinglar degan. Payg'ambarimizning bu hadisidagi birinchi ko'rsatmaga asosan qiz-o'g'il sabiy bolalar oq-qorini farq etishga boshlagan mazgilida qiziqtirish, hadiya berish, masjidlarga opirish va munosabatli ahkamlarni o'rgatish yo'li bilan namozga asta-asta ko'ndiriladi. 10 yoshga kirganda namozga ko'nmasa, gap so'z va boshqa chorami kor qilmasa, yengil urib adablanadi. Bu yerdagi urush qattiq, zaxmalaydigan darajadagi tan jazosi yoki yuziga urush bo'lmasdan, ularning 5 vaqt namozga qo'pishi va tahoratni joyida olib namozni ado qilish uchun payg'ambarimizning ko'rsatmasi bo'yicha adablash va ruslash yuzasidan yengil urushdir. Bu ota-ona qatorliq balaga ega bo'ladigan valilarga qaratilgan buyruq bo'lib, hadisdagi ko'rsatmalar ularga vojib bo'lganidek, bu farzandlarning ota-onalari ustidagi haqqidir. 7-10 yosh orasidagi bolalarning hayotining ma'nosini barbara tunib yetib, cho'nglarning qatoriga qo'shilishga qarab mangadigan bosqichi bo'lg'achqa, tarbiya va adab qoida o'rgatish jihatdan to'limi muhimdir. Namoz, boshqa ibodatlar va go'zal axloqqa mushu yoshlarda ko'nmasa, cho'ng bo'lganda ko'nishi qiyin bo'ladi. Ro'za va hijobmi shundoq bo'lib, farzandlarni kichkidili ko'ndirish ota-onalarning majburiyatidir. Lekin namoz, ro'za va hijob bolalarning o'ziga balog'atga yetish bilan farz bo'ladi. Eng ro'shan ifoda bilan qiz bola hayz ko'rish, o'g'il bola ehtilom bo'lish balog'atga yetganlikning alomati bo'lib, kishining yashagan jo'grafiyalik muhiti, jismoniy saposi va boshqa omillarning ta'sirida bir oz ilgari keyin bo'lsa-mu, mutlaq ko'pchilik bolalar 9 yoshdan 15 yoshgacha balog'atga qadam qo'yib bo'ladi. Shundaqla o'g'illarning ovozining tomlishi, qizlarning ko'ksining ko'tarilishi va har ikki jinsda avrat va qo'ltiq tuki unishdek fizikalik alomatlar ko'rilishga boshlaydi. Payg'ambarimizning hadisidagi ikkinchi ko'rsatmaga asosan 10 yoshdan halqagan qiz-o'g'illarni aka-ukalari va ya och singillari bilan bir karvatda yoki bir yotqanda yotqizishga bo'lmaydi. Ularni birga yotqizishning hukmi harom. Ayrim yotqizish vojibdir. Har biri ayrim uyda, hech bo'lmasa ayrim karvatda va ayrim yotgan ko'rpida yetishi lozim. O'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, boshqalar bilan bir yotqanda yotsa bo'lmaydi. Chunki hadis ko'rsatmasi namozga buyurishdagidekla umumlikni bildiradi. Ba'zi olimlar qizlar bilan o'g'illarning yotadigan o'rnini ayirib etinglar deb tushunishmi mumkin. Ammo uyning sharoiti yer bermagan ahvolda bir ko'rpida yoki bir karvatda yotgan ikki bola o'tirg'a tallar chaplashib qolmaydigan tariqada parda yoki shuningdek to'saq o'rnatilishi va kiyinib yetish kerak. Bu adab o'rgatish, adab qoidaga ko'ndirish va yomon oqibatlarning oldini olish jumlasidan bo'lib, ba'zi issiq balvoq yoki paravan turmush va g'idiqlig'uvchi muhitlarda qiz-o'g'illar 9-10 yoshlarda balog'atga yetganlikdan bo'yiga yetish bosqichiga yaqinlashib qolgan bu yoshlarda boshqalar bilan birga uxlaganda badan ochilib qolishi, bir-birining oyatliq yerlariga qarab qolishi, hatto shahvat qo'zg'alishi ehtimol. Imom Ibnul Qosim va Zarkashi qatorliq ba'zi olimlar hadisning balalaringlar 7 yoshga kirganda yotqani ayringlar, 10 yoshga kirganda namoz o'qimasa uringlar degan yana bir rivoyatiga asoslanib, ilgirki hadisdagi yotqani ayirishni namozga buyurish vaqti bo'lgan 7 yoshga bog'lab, 7 yoshdan halqaganda yotqani ayringlar deb tushungan. Lekin ko'pchilikning kuchli qarshida 10 yoshdir. Albatta, bu hukm tarbiyalash, ko'ndirish va yomon oqibatning oldini olishni ko'zlagan bo'lib, ko'plagan olimlar bu doiraga ota-onalarni qiyosan kirgizib o'tgan. Ularning bayonicha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ularning yotadigan o'rnini ayirib etinglar degan so'ziga asosan sabiy bola 10 yoshga kirganda uni aksi uksi, och singillari va ota-onasidan ayirib yotqizish vojib bo'ladi. Yot er va yot ayol bilan yotqizmaslik texami vojib. O'g'il 10 yoshga kirsa, onasi, och singlisi yoki boshqa ayollar bilan birga uxlamaydi.
Ata-ana 10 yoshga kirgan balani arziga ilib yetishimi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bala u ikkisining o'ttirida bo'ladigan gap so'z va boshqa ishlarga ko'z quloq bo'ladi. Bir qism olimlarning nazarida o'g'il otasi, qiz onasi bilan yassa joiz. Chunki ata-ona bilan bala o'ttiridagi mahramlik intayin kuchli bo'lib, shahvatdan yiroq bo'lish bilan birga ularning o'ttiridagi adab mukammal bo'ladi. Shundaqdimi ularni uxlaganda ayrim yatqizish yomon oqibatning oldini olish uchundir. Chunki bola 10 yoshga kirsa, jimoga aloqador ishlarni tushunishga boshlaydi. Ya'ni kelib, uyqu holati shahvat qo'zg'aladigan, kishi avratlari ochilib qolsa sezmaydigan payt. Natijada kichiklarning ko'zi cho'nglardimi bakrak ochilib ketgan bu zamonda yomon oqibatlar kelib chiqadi. Undaq bo'ladigan 9 yoshni tamomlagandan tartib qiz o'g'il qarindoshlar imkoniyat yor bersa, har biri bir ig'iz uyda, imkoniyat bo'lmasa qizlar bir uyda, o'g'illar bir uyda, onog'imi imkoniyat bo'lmasa bo'yig'i yetgan bola ayrim uyda, yetmaganlar bir uyda ayrim yotoq va karvat yetishi kerak. Bunog'imi imkoniyat bo'lmasa kiyimlar bilan ayrim yepinchi yotgan bilan bir joyda yoki bir karvat yasa bo'ladi. Bu xil ahvolda 10 yoshga to'shmagan qiz, 10 yoshga to'shmagan qizlar bilan 10 yoshga to'shmagan o'g'il, 10 yoshga to'shmagan o'g'illar bilan yotgani afzal. Faqat imkoniyat bo'lmasa uxlash kiyimi bilan aralash yasimi mayli. Qiz o'g'illarni 7 yoshdan tartib ota-onadan ayrim joyda uxlashga odatlantirib, 10 yoshga kirganda cho'qim ayrim joyda yotqizish kerak. Qiz bola 9 yoshni tamomlagandan tartib dadasi bilan quchoqlashib uxlasa bo'lmaydi. O'g'il bolami 9 yoshni tamomlagandan tartib onasi bilan quchoqlashib uxlasa bo'lmaydi. Bir ko'rpida yoki bir karvatda uxlagan taqdirda tallari chaplashib qolmaydigan tariqada o'ttiriga parda yoki shuningdek to'saq o'rnatilishi va kiyinib yetish kerak. Bu yoshdan keyin o'g'il onasini, ona o'g'lini, qiz otasini, ota qizini yalang'och ko'rsa bo'lmaydi. Ota qizining, o'g'il bolami onasining beshi, chechi, yuzi, bo'yin va uning atrofi, quloq, bilak va putlarni tizig'icha odatda mahram tuqqanlar ko'rsa bo'ladigan joylarga qarasa bo'ladi. Avratlariga, ko'ksi, uchisi, qo'rsqi va yo'tillariga qarasa bo'lmaydi. Qiz bolalar otasi va aka-ukalari oldida, onami o'g'li qatorliq mahramlar oldida ular ko'rsa bo'lmaydigan uyatliq yerlarini ma'lum qiladigan nepiz, tar kiyimlarni kiysa ham bo'lmaydi. Alloh taolo: "Ey iymon etganlar, qo'llaringlar ichinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz bomdatdan burun tushlik aram olishga kiyiminglarni solgan chog'inglarda va xuftandan keyin mushu 3 vaqtda yaninglarga kirishga ijozat so'rasin" deb buyurgan. Ya'ni mushu 3 vaqt kiyimlarni silib aram oladigan vaqt bo'lg'achqa adab va hayo jumlasidan kichik bolalarni kirishga ijozat so'rashga buyurgan. Ota-ona qizi yoki o'g'lining og'ziga 7 yoshdan keyin so'ymaydi. Ondan keyin mag'ziga yoki peshonasiga yoki ikki qashining o'ttiriga yoki qo'liga mehr shafqat jihatdan so'yidi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qizi Fatima radhiyallohu anha qashiga kirsa, uni so'yib yanida o'ltirg'izatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Fatima radhiyallohu anhaning qashiga kirsimi, otasini so'yib yanida o'ltirg'izatdi. Imom Ibn Muflih bu hadisdagi so'yish haqida hargizmi og'ziga so'ymaydi, peshonasiga yoki beshiga so'yidi degan. 10 yoshga kirmagan qiz o'g'il bolalarni ota-onalarning uxlamagan chog'larida kiyimi bilan quchoqlashi, erkalatishi, ularni purishi va so'yishi Alloh taolo bandalarining dillariga ato qilgan so'ygi, mehr, shafqat jumlasidan bo'lib, bu cheklanmaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu so'zlab berganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'g'li Ibrohimni qo'liga olib, uni so'yib purab ketgan edi. Bara radhiyallohu anhu: "Men Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan birga uning uyiga kirganimda, qizi Aisha tapkesli bo'lib yetib qopti. Men Abu Bakr radhiyallohu anhuning uning mag'ziga so'yganligini ko'rdim. U: 'Ey qizim, qanday ahvolingiz?' deb ahvol so'radi" deb so'zlab bergan. Safarga chiqish yoki safardan qaytish, to'y-to'kun, hayit yoki imtihondan o'tish degandek biror tabriklash yoki vidolashishdek ishlarda ehtiyoj to'yilganda bo'yig' yetgan qizi va o'g'illarini o'z ichiga olgan cho'ng va kichik bolalar ota-onalarni quchoqlab ko'rishsa bo'ladi. O'gay dadami qiziga nisbatan mahram bo'ladi. Bunoga asosan qiz bola o'gay dada oldida boshqa mahram tuqqanlarning oldida yurgandek yursa bo'ladi. Aloqador hukmlar yuqoriga o'xshash, lekin ansirgan ahvolda to'liq yurginishi va ehtiyotchan bo'lishi lozimdir. Bu vaqtda ayrim fatvo yozilgan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.